Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir sizlar bilan Saudiya Arabistoni universitetlariga ariza topshirilgandan keyin saytdagi ariza holatini tekshirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz uchun ariza topshirib berganimizdan keyin xuddi shu ko'rinishda xabar jo'natib qo'ygan bo'lamiz. Xabarda topshirilgan universitetlarni, ariza raqamini va eng muhimi login parolni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizga kerakli joyi arizangiz holatini tekshirish uchun deb yozilgan joydagi silkani bosamiz. Va qabul sayti ochiladi. Qabul saytini odatda arab tilida ochadi, biz esa ingliz tiliga olib olamiz. Qabul saytida nimalarni ko'rishingiz mumkin? Birinchi navbatda qabul sanalarini ko'rishingiz mumkin. Tashqi grant ajratadigan universitetlarning qabul sanasi va bu Saudiyaning o'zining fuqarolari grantga ariza topshirsa bo'ladigan sanalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qisqa programmalar bor. Bularning ko'pi afsuski pulli, to'lovli va eng oxiri esa qaysi yili nechta talabaga tashqi grant uchun kvota ajratganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizga kerakli joyi login tugmasini bosamiz va bizga login parol terib beradigan joyni ochadi. Bu yerga nima yozamiz? Birinchi joyiga login yoziladi. Biz sizga loginingizni yuborib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'chirib bu yerga kiritasiz. Ikkinchi joyga esa parol deb yozilgan joydagi parolingizni ko'chirib ikkinchisiga kiritasiz. Bu yerda har doim har xil narsa yozilgan bo'lishi mumkin va bu nima yozilgan bo'lsa, shuni tagiga kiritamiz va kirish tugmasini bosamiz. Bu yerda meni xizmatlarim bo'limidan mening arizalarim bo'limiga kiramiz. Bu yilgi ariza raqami LPA, ya'ni LPA bilan boshlanadi. Bu sizni arizangizni umumiy holati, tashqi ko'rinishi desa ham bo'ladi. Va buni hozirgi statusi jarayonda, ya'ni universitetlar hali meni arizamni ko'rib chiqqani yo'q yoki ko'rib chiqishda davom etyapti. Endi ichki qismini ko'rmoqchi bo'lsak, ariza raqamini ustiga bosamiz. Bu yerda siz ariza topshirilgan sanani va qaysi universitetlarga topshirilganini ko'rishingiz mumkin va har bitta universitetni qaysi yo'nalishlariga topshirilganini ham ko'rish mumkin bo'ladi. Misol uchun, Najron universitetiga topshirganman, Madina universitetiga va Imom Muhammad universitetiga topshirganman. Va bu yerdagi foiz sizni o'qishingizni necha foizi qoplab berilishi haqida yozilgan, ya'ni o'qish puli 100% qoplab berishligi haqida yozilgan bo'ladi. Bu Madina universitetida ham 100% lik o'qishlar, Najron universitetida ham 100% lik o'qishlarga, 100% qoplanib beradigan o'qishlarga ariza topshirganman. Ariza holatini tekshirish uchun shu ma'lumotlar yetarli. Agar qo'shimcha savollaring bo'lsa, Al Yasir adminiga murojaat qilishlaring mumkin bo'ladi. Rahmat.